Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlar, ishlaringlar chaqqanmi? Xo'p, bugun sizlar bilan Counter 2 o'ynaymiz do'stlar. Counter 2 o'ynaymiz do'stlar. Unda bo'lmasam ketdik. Chiqamiz. O'ynamasam emas, men Counter 2 o'ynayman. Keyin ana ovozda boshqacha bo'lsa, kechirasizlar. Bundan tashqari ovozlar ham bo'lishi mumkin. O'zimkini bermangga. Papi menino. Bir o'zimkini o'yinga. O'zlaringizda qanday? Yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Biz keyingi video nima haqida bo'lsin do'stlar? Free Fire haqida bo'lsinmi? PUBG haqida bo'lsinmi? Yozib qoldinglar bitta. Qaysi o'yinni kommenti ko'proq bo'lsa ana shuni. Bittasi qayerda o'tirgansiz? Voy kriza. Mayli. Keyin akalar 50 ta bo'lgandan keyin bilasizlar, YouTube stream qilishga ruxsat beradi. Mana shu stream qilishga ruxsat bergandan keyin streamda PUBG o'ynaymiz do'stlar. Bilaman, Tedimirchiklar bor. Tedimir o'ynaydiganlar. Shular bilan akalar o'ynaymiz. Tedim. PUBG'da. 50 ta bo'lgandan keyin men ham PUBG 9 oydan beri o'ynayman. Yaxshigina mutaxassisman desa ham bo'ladi. Endi 2 barmoqda o'ynab o'tirganimga ana o'qimaysizlar. Men Counter o'ynaganman, lekin 4 barmoq ana barmoqda o'ynamayman-da. Shunaqa qilib o'ynayman. PUBG'ni lekin 4 barmoqda o'ynayman. Assalomu alaykum. Priscilliam yoqish qiyin ekan borku. Qiyin-da, Counter'da Priscilla yoqish tepada bo'ladi. Keyin men Counter'da nastroyga suzishni bilmayman. PUBG'da bilishim mumkin, lekin Counter'da bilmayman. 11 ta joni bor. Ogohlantiribki. Videom sizlarga yoqsa akalar, like bosib qo'llab turinglar. 50 ta bo'lgandan keyin stream qilamiz, PUBG o'ynab Tedimirlarni tishini qoqamiz. Yo'q, qoqamiz, tishi bilan nima aloqasi bor men? Qoqamiz o'zim qoqamiz. Limitchiklarni yig'atamiz. Bunda. Bulib tashlaringmi? Bot ham kuchli-da. Qoch.
Orta olayım. Okuyayım da bunga. Mana shunaqasida. Mana shu jasida borku, mana bunaqa mana qalqon deyiladi-mu, bir narsa deyiladi. Mana shuni PUBG'ga qo'shsa nima bo'lar ekan? PUBG'ga qo'shsa shu narsani. Krisalar ko'payadi. Krisalar ko'payadi. Aniq. Bak. O'tiribdim. O'ylabman. Kim bu? Bitta qoldi, bitta. Mana shu narsani PUBG'ga qo'shish kerak edi. Hop. Gala kechirasida shamollaganman. Xohlasa keyingi PUBG yoki Free Fire videomizgacha tuzab ketamiz. Xudo xohlasa. Hali bizlar ham kuchayib ketamiz akalar. Odam bo'lasanlar, 5 ta jonim qoldi. O'lib ketaman hozir. Borish xotomi deymanda. Qoch. O'tibdim. Go. Taşınca. Yaxshimisiz bilan? Nima qilib o'tiribsiz? Yuh. Butun qarindosh urug'ini yetalab ketdi-yu. Orqadan atışını qilaman. Tasharangga. Akalar, menimcha bugungi yetadi, to'g'rimi? Mana 10 minut bo'ldi. Pashti mana 10 minut, to'shni 10 minut bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa akalar,
like bosib qo'llab qo'yishni unutmanglar akalar. Unda keyingi videomiz Free Fire yoki PUBG haqida bo'ladi. O'z fikringizni yozib qoldiring. Free Fire haqida bo'lsinmi, PUBG haqida bo'lsinmi do'stlar. Unda bo'lmasam, xayr. Albatta obuna va like-ni kutib qolaman. O'ldirib yuboraylik. Bo'ldi akalar.